Yangilangan Cobalt 2025. Miya qo'yishdi. Yuk oladigan o'zi ham. Shuning uchun bunga Evans qo'yiladi. Eng katta yangiliklardan Balen. Hammasi izolentadan chiqishibdi. Avval mapda bor, bu mapda bor, bu yoqda bo'ladi. Bular ham shunaqa. Oxirigacha izolenta o'rab ketilgan. Malades. Evans qo'yganimizdan keyin ham agar ertalab zavod qilganingizda ozgina qaltirab, qanaqadir traktorga o'xshab ishlaydigan bo'lsa, emulyator bilan qo'yishimizga to'g'ri keladi. Дополнительный qo'yib yuboriladi. Как amerikanskiy nimalarga o'xshab ketadi. Или Monza Brush turbilariga o'xshab ketadi. Korobkamiz ham bitib qoldi. Evans 32 ga to'g'ri. Antifriz shlankalarimiz ham chekkadan ketgan. Pravoy mapdan tortib o'tilmagan. Или bu yoqdan tortib kelinmagan. Injektor postavkasi alohida tema. Bir ikkita o'zgarish bilan 165 million so'm sredniy varianti. Va miya yuk oladiganligi uchun mega funksionallik qo'yildi. O'zgarishimiz bu yerda ham bor ekan. Bu yerda ham bor ekan. Bular ishlamadi. Eng katta o'zgarish o'sha yerda izolenta bo'lgan. Pony upakovka chiroyli qilib o'rashgan. Malades. Gap yo'q. O'zgarish bu yerda ham bor. Lekin baribir bar qo'ymabdilar. Qo'yib olasalar. Qo'ygan o'sha. CD'miz ham o'sha oddiy variant ekan. Bundan qimmatrog'i qo'yinli bo'lib chiqadi. Tamam, ham chiroyli bo'ldi bu safargi. Endi yangi bo'lgani shunaqa. Bitta. Kalibrovkadan o'tish jarayoni.